Alloh, do'stlar, sizlarga o'zgacha bo'lgan toza Kia olib kelib qo'ydik. Qani bir qator ko'rib oringlar, keyin tanishtiramiz. ...2020-yilgi 51.000 probegda Kia Ray, mokriy asfalt svetlarida, LED far, linza farlarda mashinamiz xudo xolasa chotki hech qanaqa qiladigan ishlari yo'q ekan do'stlar. O'zini zavodskoy diskalarida повторит поворотник bor. Ichlari полный elektropaket, кожаный salon, плавающие сиденья, rollari multi roll, cruise control hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa mashinamiz full navrot desa ham bo'ladi. Ko'rasiz, katta monitorlar qo'yilgan, multi roll, konditsioner, podogrev sidenya ham bor, плавающий sidenya ham bor, start stoplik, video registratorlari ham bor. Ko'rasizlar, unaqa podsvetkalar qo'yilgan, akustikalar yonadigan chiroyli svetlar qo'yib qo'yibdi. Bu mashinaga meni o'tirish orzuyim edi, mana bugun amalga oshyapti. Nimaga desanglar, mana bu yerni ko'rib ichiga chiqib o'tirish xohishim bor edi. Ko'rasizlar, mana kengligini ko'rasizlar. Maza xudo xolasa oilaviy deganim sababi ham shu. Oilaviy bola chaqalar bilan bemalol sig'ib ketaveradigan mashinamiz kelib qoldi sotuvga. Do'stlar, mashinamiz 2020 aytib o'tilgandek 51.000 probegda hech qanaqa yurilmagan. Mashinamiz tuning qilingan desa ham bo'ladi. Mashinamizga qo'yilgan baho $8.400. Ozmoz gaplashish yo'llari ham bor. Mashinamiz Qorasuvda bo'ladi. Egasi nomerlarini aytib o'tamiz. Egasi nomerlari 0550 25 55 50. Mana shu nomerlarga bog'lanib kelib mashinani ko'rib olib qo'ysanglar bo'ladi. Mashinamiz oldi orqa toza, kraska yemagan, 100% radnoy deyapti egasi. Yana o'zlari kelib bir qator tekshirib olib qo'ysanglar bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.